Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz mərhum tarixçimiz Turg'un Almas әпәndi yazgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda Uysun qo'shinlarining G'ullarga hujum qilgan yerlarini o'qib o'tgaydik, endi davomini o'qiymiz. Qo'yandi Tanruqut shu yili Uysunlardan o'ch ilish uchun ularga hujum qiladi. U g'alaba bilan qaytadi. Lekin qaytishida qilin qor, qattiq sovuqda qilib eg'ir ziyonga uchraydi. Uning ustiga milodidan 71 yil burun G'ullarning o'ng'izsizlikqa uchraganligidan foydalangan sharqiy turalar isyon ko'tarib G'ullarga shimol tarafdan hujum qiladi. Dal shu paytda o'g'allarmi G'ullarga sharq tarafdan hujum qiladi. Demek, miladidan 71 yil burun G'ullar g'arb tarafda Uysunlarning, shimol tarafda Turalarning, sharqda O'g'allarning, janub tarafda Xan sulolasining hujumiga uchraydi. Sharqiy Turalar miladidan 71 yil burunqi chaqdan tartib, miladidan 50 yil burunqi chaqcha G'ullarga bo'ysunmadi. Sharqiy Turalar shu mezgil ichida miladidan 61 yil burun G'ullarga yana bir qitim hujum qildi. Şuluy Qanquy Tanruqut 10 mingdan ortiq qo'shinni avitib, ulardan o'ch olmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, uning bu harakatdan ancha yaxshi natija chiqmadi. Şuluy Qanqut Tanruqut milodidan 60 yil burun odamdan o'tgandan keyin Hun hukmronlari Tanruqutliq davosini qilishib bir necha yilga so'zilgan qonliq ichki urushlarni elib bordi. Miladidan 60 yil burunqi chaqdan tartib, miladidan 52 yil burunqi chaqcha bo'lgan 8 yil ichida Qo'g'ushar, Qutiush, Tuju, O'g'uz, Chili qatorliq Hun shahzodalari o'zlarini Tanriqut deb jakarladi. Bular tarixda 5 Tanriqutning huquq talashishi deb ataldi. Şuluy Qanquy Tanruqutning o'g'li Qutiush Tanruqut 50 ming kishidan tarkib topgan otli qo'shinga tayinib 4 yil ichida G'ullar taxtini talishib o'zlarini Tanruqut deb atashgan Qo'g'ushar Tanruqut, Tuju Tanruqut, O'g'uz Tanruqut, Chili Tanruqut qatorliq Tanruqutlarni bir-birlab tarmar qildi. Mana shu bir necha yil davom qilgan ichki urushda nihoyatda nurg'un odam o'lib, G'ullar eli qon daryosiga cho'mildi. Jasad dövlari ustida og'izni qonga bo'yalgan bo'rilar hovlishadigan, yovvoyi yirtqich qushlar chiyqirishadigan nihoyatda qo'rqinchli manzara paydo bo'ldi. Urush bo'lib o'tgan joylarda yeshil yayloqlar, dalalar, cho'llarning ustini oqirib turgan odam suvaklari qoplab ketdi. Chorva mallarning 90% qirilib, xalq ocharchilik ichida qoldi. O'zaro bo'lgan urushda safarbar qilingan qo'shin 350 ming kishilik bo'lib, uningdan 300 mingga yaqin odam o'ldi. O'z dushmanlari ustidan g'alaba qilgan Qutiush Tanruqut G'ullarning poytaxti O'tikanga kirib tantana bilan taxtga chiqdi. Aksi Qutiush Tanruqutdan yengilib, nima qilishni bilmay, gangrab qolgan Qo'g'ushar Tanruqut yaqinlarini yig'ib, qanday qilish to'g'risida kengash o'tkazdi. Uning il Qusay otliq vaziri Xan sulolasiga beqinib, ularning yordamini qo'lga keltirib, Qutiush Tanruqutni yo'qitib, G'ullar taxtini egallashni tashabbus qildi. Boshqa Hun beglari il Qusayga qarshi chiqdi. Ular G'ullar ot minishga usta bir xalq bo'lib, urush qilishda dunyoda danqi bor. G'ullar boturlikni izzatlaydi, bosh egishni pastkashlik deb biladi. Urush qilib o'lish boturlikning xisati. Hozir aka-ukalar orasida hokimiyat talashish yuz bergan bo'lsa-mu, Hun hokimiyati yanala qarindoshlarning qo'liga o'tdi. Kishilarning qo'liga o'tgani yo'q, deyishdi. Qo'g'ushar Tanruqut il Qusayning tashabbusini ma'qul ko'rib, u milodidan 52 yil burun bir necha 10 ming otliq qo'shin va o'ziga egashgan bir qism G'ullarni boshlab, Sadichin sepilining shimoliga yaqinlab keldi, u o'g'ini Chang'anga avatdi. Qutiush Tanruqut Qo'g'usharning xoinlik yo'liga manganligini anglab nihoyat qattiq g'azablandi. Qo'g'ushar Tanruqut milodidan 51 yil burun Chang'anga qarab yo'lga chiqdi. Buni anlagan Xan sulolasining podshohi Xan Shuandi xo'shalligini bosolmay, mashhur amaldorlari, xonlari boshliq bir qancha 10 ming odamni boshlab, Chang'anning g'arbiy shimolidagi Veyxi daryosining ko'rigigacha kelib Qo'g'usharni qarshi oldi. Qo'g'ushar Xan sulolasi bilan ularning yordamini elib
Qotiush Tangriqutqa qarshi turish to'g'risida kelishdi. Xan sulolasi uning talablariga ma'qul bo'ldi va uni vaqtincha turadigan joyi bo'lgan Bautuning g'arbiy janubiga uzatib qo'ydi. Hatto qo'shin avatib uni quvdidi. Xan Shuandi Qotiush Tangriqutning Chang'anga go'raga avatgan o'g'lini qaytarib etdi. Bu Xan sulolasining Qotiush Tangriqut bilan dushmanlashganligini bildirganligi edi. Qotiush Tangriqut vaziyatning o'ziga foydasiz bo'layotganligini hisobga olib, milodidan 49 yil burun poytaxt O'tikanni tashlab chiqib shimolga qarab ketdi. Qotiush Tangriqut eng avval cho'chak atroflarida yashaydigan o'g'izlarni bo'ysundirdi. Ondan keyin harbiy qo'shinlarini to'liqlab, Yansay daryosining yuqorqi eqimidagi qirg'izlar ustiga mangdi va ularni bo'ysundirdi. Arqadınla Baykal boylaridagi turalarni bo'ysundirib oldi. Qotiush Tangriqut o'g'izlar, qirg'izlar, turalarni bo'ysundirib olgandan keyin xeyli darajada kuchaydi. Shundan keyin u bu 3 xonlikning harbiy qo'shinlarini safarbar qilib, Uysullarga hujum qildi. Uysullar qattiq qarshilik qilgan bo'lsa-mu, oxiri bosh egishga majbur bo'ldi. Milodidan 71 yil burun G'ullarga qarshi isyon ko'tarib, milodidan 50 yil burunqi chaqqicha 20 yil mustaqil bo'lib olgan turalar, milodidan 49 yil burun Qotiush Tangriqut tarafidan bo'ysundirilib, milodining 85-yiligacha G'ullar davlatining tarkibida turdi. Milodidan 49 yil burun Qotiush Tangriqut O'tikanni tashlab ketgandan keyin Qo'g'ishar Tangriqut Xan sulolasining noroziligiga qaramay O'tikanga qaytib berib, G'ullar Tangriqutligining taxtiga o'ltirdi. U milodidan 33 yil burun Chang'anga kelib, Chang'anda bir necha oy ziyoratda bo'ldi. U shu chog'da podshoh Xan Yandi bilan ikki davlat o'rtasidagi munosabat to'g'risida suhbat olib bordi. Milodidan 36 yil burun Alas urushida Qotiush Tangriqut Qingtang boshchiligidagi qo'shin tarafidan mag'lub bo'lib o'ldirilgandan keyin Qo'g'ishar o'zini G'ullarning yagona Tangriquti deb hisoblagan edi. Qotiush Tangriqut o'ldirilgandan keyin turalar, qirg'izlar, o'g'izlar, Tarim vodisidagi Uyg'ur xonliklari Hun Tangriquti Qo'g'isharga biqindi. Qo'g'ishar milodidan 33 yil burun Xan malikasi Wang Zhaojunga uylendi. Bu G'ullar bilan Xan sulolasi o'rtasidagi oxirgi qudilishish bo'lib qoldi. Qo'g'ishar Tangriqutdan tortib Xutu Arshi Tavg'ati Tangriqutgacha bo'lgan 90 yil ichida milodidan 43 yil burunqi chog'dan tortib milodidan 46-yilgacha G'ullar elida ajoyib bir gulinish manzarasi borliq keldi. Milodidan 43 yil burun Qo'g'ishar Tangriqut G'ullar poytaxtiga qaytib borgandan keyin o'zining Xan sulolasiga bo'lgan beqindilik munosabatini e'tirof qilmadi. Shundan boshlab G'ullar ichki urushlar, tabiiy ofatlar tufayli vayron bo'lgan iqtisodiy, chorvachilik, dehqonchilik, qo'l hunarvanchilik, ovchilik savdolarini o'z holatiga keltirib oldi. G'ullar o'zining iqtisodiy ahvolini yaxshilab olgandan keyin davlatida xotirjamlik o'rnatdi. Harbiy qo'shinlarni qaytadan tashkillab to'liqladi. Qaytadan qudratli Hun Tangriqutligi O'rta Osiyo bilan G'arbiy Osiyodagi burunqi hukmronligini qaytadan tiklab oldi. Hun Tangriqutligida gulinish yuz berib, G'ullar yana qudratli kuchga aylangan chaqda Xan sulolasi hukmron tabiqasining ana jamiyatidan bo'lgan Wang Mang degan odam milodining 9-yili Xan sulolasining hokimiyatini tortib olib, o'zini podshoh deb jakarlagan edi. Shundan boshlab G'ullar bilan Xan sulolasi orasida munosabat yomonlashdi. Wang Mang, Jungodagi jinidan to'ygan jinoyatchilar, hayot kechirishga amalsiz qilib qo'zg'alon ko'tarishga tayyorlangan kambag'allar, yosh yigitlardan bo'lib 300 ming kishilik qo'shin tashkilladi. Milodining 10-yili bu qo'shinni 12 qismga bo'lib, 12 sang'unning yetakchiligida 12 yo'linish bo'yicha G'ullarga hujum qilishga mangdirdi. Bu qo'shinlar Sadichin sepilining atrofiga kelib, hujumga o'tish uchun tayyor turishdi. Qiyatuni Tangriqut boshchiligidagi necha 100 ming kishidan tarkib topgan Hun otli qo'shinlari Sadichin sepilining shimoliga to'plandi. Urush boshlanib ketishga tasliq qoldi, lekin cho'ng urush bo'lmadi. Wang Mangning yo'lsizligidan g'azablangan G'ullar Sadichin sepildan o'tib hujum qildi. Burunqi do'stlik o'rnini dushmanlik egalladi.
Wang Mang miladining 13-yili Hunlarning g'arbiy territoriyasidagi g'arbiy Uyg'urlarga hujum qildi. Hunlarning yordamini olgan Qora shahar xonligi Danchin boshchiligidagi Wang Mang qo'shinlarining bir qismini qirib tashladi. Danchin urushda o'ldi. Wang Mang bu mag'lubiyatga tan bermay, miladining 16-yili Qora shaharga yana hujum qilgan bo'lsa-mu, yanala Qora shahar xonligi tarafidan tarmar qilindi. Wang Mangning g'arbiy Uyg'urlarga qilgan hujumi tarmar bo'lgandan keyin Xan sulolasi bilan O'rta Osiyodagi qatnash munosabati uzildi. Hunlar Wang Mangga yo'l qo'ymadi. Wang Mangmu Hunlarga bo'lgan dushmanligidan yanmay, miladining 19-yili bir necha 100 ming kishilik qo'shinni Jungoning shimoliy chegarasiga to'plab, Hunlarga hujum qilmoqchi bo'ldi. Lekin Wang Mangning bu niyatimu amalga oshmadi. Chunki uning hukmronligi miladining 24-yili Jungoda ko'tarilgan dehqonlar qo'zg'oloni tarafidan og'dirildi. Wang Mangning o'zi qo'zg'olonchilar tarafidan o'ldirildi. Miladining 46-yiliga kelganda Hunlar ichida bo'linish alomati ko'rilishga boshladi. Miladining 46-yili Xutu arshi Tavg'uti Tag'ruqut olamdan o'tdi. Uning o'g'li Udatqu Tag'ruqut bo'lib, yangi Tag'ruqut shu yilda olamdan o'tdi. Uning o'rniga Xutu arshi Tavg'anuti Tag'ruqutning ufqisi Panu Tag'ruqut bo'ldi. Dal shu chaqda Hunlar elida eg'ir tabiiy ofat yuz berib, uda bir necha yil qurg'oqchilik hukm surdi. Uningga ulanibla chekatga ofati yuz berib, o't-cho'plar qurib ketdi. Cheksiz ketgan yayloqlar taqir cho'lga aylanib ketdi. Odamlar va chorva mollarining tangdan to'lisi ocharchilik va kasallikda o'lib ketdi. Bundaq dahshatlik ahvol yuz berganda Panu Tag'ruqut Xan sulolasining fursatdan foydalanib hujum qilishidan ansirab, Xan sulolasi bilan Hunlar orasidagi keskin munosabatni yumshatmoqchi, elchi avatib qulashishni asliga keltirmoqchi bo'ldi. Xan sulolasining boshlig'i Guang Wudimu Li Maoning boshchiligida Hunlarga elchi avatib, ikki davlat orasidagi munosabatni yaxshilash uchun suhbat boshladi. Kutilmaganda Hun bagchisi Bey Guxing otli Xanzu orqali Hun Tag'ruqutning xaritasini Xan podshohiga avitib berib, o'zining Xan podshohidan yordam olib, Patu Tag'ruqutga qarshi chiqadiganligini bildirdi. Xan sulolasi asrlar bo'yi kutib kelayotgan orzusining amalga oshayotganligidan nihoyat xushallanib, Beyning talabini bajandil qabul qildi. Shunlashqa Panu Tag'ruqutning qudilishish talabini rad qildi. Bey miladining 48-yili o'zini Tag'ruqut deb jakarladi. G'arbiy Tag'ruqutlar o'zining tunji Tag'ruquti Panu Tag'ruqutning vaqtida o'z bishidan nihoyat murakkab ahvollarni o'tkazdi. Bu miladining 48-yildan tortib miladining 350-yillargacha bo'lgan ishlar. Miladining 49-yili sharqdagi o'g'onlar Sipaniylar isyon ko'tarib g'arbiy Hunlarning dushmanlari bilan birlashib oldi. Xan sulolasi hukmronlari g'arbiy Hunlarni parchalash, qamal qilish, oxir berib yo'qotish uchun qo'lidan kelgan barliq tadbirlarni qo'llandi. Ular g'arbiy Hunlarning g'arbiy tarafidagi xonliqlar, asosan g'arbiy Uyg'urlar bilan bo'lgan siyosiy, iqtisodiy aloqalarini uzib tashlashga urindi, lekin bu amalga oshmadi. G'arbiy Hunlar uda bir necha yil hukm surgan tabiiy ofat, sharqiy Hunlar, o'g'onlar Siyoniblarining hujumlari sababidan g'arbga siljib ketishga majbur bo'ldi. Panu Tag'ruqut ahvolining shundaq og'irligiga qaramay, Hunlar territoriyasining g'arbiy qismi, hozirgi O'rta Osiyo va Qozog'istonni tizgilib oldi. Panu Tag'ruqut Xan sulolasining hujum qilishini cheklashga, ularning sharqiy Hunlar bilan bo'lgan munosabatini uzib tashlashga urinib ko'rdi. Panu Tag'ruqut bu maqsadini amalga oshirish uchun miladining 51, 52, 55, 64-yillari 4 qitim Xan sulolasiga elchi avatib, qudilishni va o'zaro savdoni yo'lga qo'yishni talab qildi. Xan sulolasi miladining 64-yili Panu Tag'ruqutning huzuriga elchi avatib, faqat o'zaro savdoni yo'lga qo'yishga rozilik bildirdi. Lekin savdo aloqasi miladining 73-yil o'zaro yuz bergan urushdan keyin uzildi.
Pano Tangriqut o'zining ichki va tashqi ahvolini o'ngishib olgandan keyin Xan sulolasiga hujum qildi. Shu munosabat bilan Xan sulolasi g'arbiy hunlarga qarshi urush harakatlarini boshladi. Xan sulolasi sharqiy hunlar, o'g'allar, siyoniblar bilan birlashib, bir necha 10 ming kishilik otliq qo'shin tashkillab, bir necha yo'linish bo'yicha hunlarga hujum boshladi. Gansuning Juchuandan yo'lga chiqib, g'arbga yurish qilgan birlashma qo'shin Turpanning shimoli, ya'ni Jimsar atrofi, g'arbiy hunlarning xoni G'oyanni tarmar qilib Qumulni besib oldi. Boshqa yo'nalishdan hunlarga qarshi mangan qo'shinlar hunlarning asosiy kuchlarini uchirtolmay orqaga chekindi. Xan sulolasi milodning 73-yili harbiy strategiya va xalqaro qatnashda nihoyatda muhim bo'lgan Qumulni besib olgandan keyin Tarim vodisidagi xonliqlar bilan g'arbiy hunlarning munosabatini uzib tashlashga urindi. Tarim vodisi hunlarning ochliq ehtiyojini qamdaydigan eng asosiy bazasi edi. Podshoh Xan Mendi, ya'ni 57-yildan 75-yilgacha davr surgan. Ben Chao'ni 36 odam bilan Tarim vodisiga elchi qilib avatdi. Ben Chao Tarim vodisiga kelib 30 yil faoliyat ilib bordi. U shu jarayonda elchilarning huquq doirasidan chiqib, Xan sulolasi uchun arziydigan bir muncha ishlarni qildi. Shunday qilib bugungi o'qishimiz o'sha yergacha bo'ldi. Davomini kelar qatim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.